to'liq uchira oladi. Bu AQSh, Rossiya va Xitoy. AQSh bilan Rossiya bitta stansiyaga uchiradi, xalqaro kosmik stansiyaga uchiradi. Xitoy o'zini alohida stansiyasi bor, Tiangong degan stansiyasi bor. 21-yilda uchirishgan. Bugungi kunda to'liq ishlab boryapti, lekin shu paytgacha Xitoyning stansiyasiga hali bitta ham chet ellik bormagan. Xalqaro kosmik stansiya ochiqroq hisoblanadi. Biz hozir muzokaralarni hammasi bilan olib boryapmiz. Hammasi har bitta taraf o'zini tayyorligini bildirdi. Bu bo'yicha hozir juda ham chuqur muzokaralar olib borilyapti, chunki juda ko'p ochiq savollar bor. Keyingi slaydga o'tsak, mana hozir tushuntirib beramiz. Bu yerda parvozni o'zini davriyligi qisqa, 14 kun bo'ladi. Qisqa muddatli parvoz deyiladi. O'zi ikki xil bo'ladi. Qisqa muddatli va uzoq muddatli. Uzoq muddatli endi yarim yildan ko'proq bo'ladi. Biz endi birinchi qadamni ko'rdik. Birinchi kosmonavtni uchirgan davlatlar, mana misollarni ham keltirganmiz. Saudiya Arabiya, Arabiston, Turkiya, Vengriya, Polsha. Bular hammasi shu qisqa muddatli parvoz bilan o'ziga birinchi kosmonavtni tayyorlab olishgan. Qisqa muddatli parvoz doirasida shu 10-14 kun davom etadi shu parvozimiz. Kosmonavtimiz shu stansiyada yashab, o'sha yerni bir jamoani bir qismi bo'ladi va eng asosiysi ilmiy dasturlar. O'tga borganida shu stansiyada qanaqa ilmiy dasturlarni o'tkazishi. Endi pastda mana kun tartibi ham ko'rsatib berilgan. Kun tartibi ham juda ham tig'iz bo'lar ekan. Bir minut bo'sh vaqti bo'lmasa ekan kosmonavti yo ishlayotgan bo'ladi, yo trenirovka bilan shug'ullanayotgan bo'ladi. Xullas, juda ham bir qiziq tajriba bo'lar ekan. Hozirgi kunda biz hozir mana shu Fanlar akademiyasi, Innovatsion vazirligi va boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan qaysi yo'nalishda ilmiy eksperimentlar o'tkazish bo'yicha hozir muzokaralar olib boryapmiz. Bundan tashqari shu chet eldagi hamkorlarimiz bilan ham, chunki bizning kosmonavt uchganida, albatta endi o'tga borganida stansiyada bir qanaqadir olamshumul bo'lmasa ham bir innovatsion bir qanaqadir eksperiment o'tkazib, o'sha natijasi bilan yerga qaytib kelish biz uchun juda ham muhim. Keyingi slayd. Bu yerda ham endi o'ziga yarasha etapnislari bor. Bu bo'yicha mana Goskomissiya, hukumat komissiyasi yaratilgan. Biz to'liq hamma ma'lumotlarni kiritib boramiz va shu hukumat komissiyasi oxirgi nuqtani qo'yadi kim bilan uchishimizni, lekin kim bilan uchishimizdan qat'iy nazar birinchi etap bu tanlov bo'ladi. Tanlovda o'zini parametrlari bor. Endi har bitta stansiya o'zini qo'shimcha parametrlarini qo'yadi, lekin umuman olganda ayol kishi ham, erkak kishi ham bemalol uchishi mumkin. Yosh jihatidan, sog'liq jihatdan, psixologik jihatdan albatta testlar o'tkaziladi. Mana shu testdan o'tgan kosmonavtimiz, asosiy kosmonavtimiz keyin shu yoki Amerikaga, yoki Rossiyaga, yoki Xitoyga shu tayyorgarlik uchun boradi. Tayyorgarlik o'rtacha 6 oydan 9 oygacha vaqt talab qiladi. Tayyorgarlik ham juda ham og'ir bo'lar ekan, chunki birinchidan shu raketani ichida to'liq hamma jihozlardan ma'lumotga ega bo'lish kerak. Bundan tashqari o'sha kosmik stansiyada aytganimdek jamoaning bir qismi bo'lganligi uchun uni ham bo'ynida qanaqadir ishlar bo'lar ekan. Kosmik stansiyani to'g'ri ishlashiga ham bizning kosmonavtimiz qisman javob berar ekan. Shuning uchun hamma ham bo'la olmaydi kosmonavt va hamma ham bu tayyorgarlik etapidan o'ta olmas ekan. Shuning uchun tayyorgarlik etapida ham, tanlov etapida ham biz mana shu chet el hamkorlarimiz bilan birgalikda qilamiz. Oxirgi baribir shu tanlov jihatidan so'z ularga beriladi, chunki ular ertaga bu kosmonavtlarimizni tayyorlaydi. Bu Film kosmonavt bo'yicha bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimizni keyin hozir savollarga kelamiz. Hozir shunda tugatib olaylik hamma narsani, hamma savollarga javob berishga harakat qilaman. Tak, bo'ldi, bosh slaydimiz qolmadi, adashmasam. Keyingi slayd tugadi. Film mana shu 1 yil ichida qilingan faoliyatimiz bo'yicha bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat. Endi savollar bo'lsa javob berishga tayyormiz. O'zim Muhiddin aka batafsil ma'lumotlar va mazmunli taqdimot uchun. Demak, endi savol-javoblar qismiga o'tamiz. Shu mikrofonga qisqa va lo'nda savol berishingizni iltimos qilib qolamiz. Marhamat, kimdan boshlaymiz? Tepasli. Yangi O'zbekiston va Pravda Vosligi gazetalari yuzi sayt muxbiri Zulxumor Akbarovaman. O'tirib savol bersam bo'ladimi? Bemalol. Yo'q, bo'ldi.
ovozim baland yetadi. Yangi O'zbekiston va Pravda Vostoki gazetalari yuzi sayti muxbiri Zulxumor Akbarovaman. Avvalambor matbuot anjumani uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda ham ko'p matbuot anjumanlariga borganmiz, lekin bunaqa hech qachon to'xtalmasdan, adashmasdan gapiradigan, o'sha tushuntirib bera oladigan nima deydi, mas'ullarimiz juda ham kam. Juda ham chiroyli tushuntirib bera oldi. Shuning uchun ham alohida o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Birinchi savolim, milliy fazogirni koinotga uchirish bo'yicha hozirgacha qanday amal ishlar qilinganligi bo'yicha gapirib o'tdingiz. Birinchi o'zbek fazogiri qachon parvoz qilishi mumkin? Bu hammaga qiziq, men uchun ham juda ham qiziq. Hozir siz asosan o'sha ilk ilmiy sun'iy yo'ldosh uchirilishi bo'yicha rejalar ketyapti dedingiz, lekin o'sha birinchi o'zbek qachon uchirilishi bo'yicha so'ramoqchiman. Ikkinchisi, Samarqand 2028 sun'iy yo'ldoshi O'zbekiston iqtisodiyoti, xavfsizligi va kosmik mustaqillik uchun qanday strategik ahamiyatga ega? Bu ham menimcha hamma uchun juda ham muhim. Va o'zi bu savol kutmagandim, lekin siz savolingizdan qiziq bo'ldi. So'z bo'lgim kelmadi. Siz fermerlar uchun soliq dedingiz, suv solig'i. Ya'ni qanday suv solig'i joriy qilinadi? Shunda fermerlar ham o'sha o'zini o'sha g'o'za, bug'doy ekkanligi uchun har bitta o'sha огородga ketgan suv uchun shunda soliq to'laydimi va qanday to'lanadi? Qanday tartibda, qancha miqdorda? Chunki ular hosili doimiy emas, mavsumiy hisoblanadi. Oldindan javob uchun rahmat. Xo'p. Bitta o'tamiz bo'lmasam. Birinchisi kosmonavt masalasi bo'yicha. Kosmonavt masalasi bo'yicha qachon degan savolingizga men hozir aniq javob bera olmayman, lekin bu bizani xohishimiz. Bizani xohishimiz bu shu Samarqandda bo'lib o'tadigan kongressgacha kosmonavtimizni parvozini amalga oshirib qaytib kelishi, sog' eson omon qaytib kelishi kerak. Bu bizani rejamiz shunaqa. 28-yil oktyabrgacha kosmonavtimizni uchirib qaytarib olib kelish bizada reja shunaqa. Endi albatta hamma narsa har doim ham rejadek bo'lmaydi. Chunki hozir mana Samarqand 2028 temasini ko'tardingiz, uni ham kichkina mana rejada o'zgarishlar bo'lib qoldi. Uni ham hozir aytib ketaman. Shuning uchun u yerda juda ham ko'p masalalar bor-da. Raketani uchirish bilan uni kechib qolishi bor. Har xil bizga umuman taalluq bo'lmagan geosiyosiy masalalar bor. Shuning uchun shu boshdan aytib ketdim, shu hukumat komissiyasi bor. Hukumat komissiyasini beradigan tanlovi bor, etapnislari bor. Ular har bittasi bo'yicha o'sha kelgusida yana ma'lumot berib boramiz. Men hozir endi bizning xohishimizni, bizning xohishimiz albatta shu kongressgacha kosmonavtimiz yetib kelsin. Eng asosiysi eson-omon yetib kelishi kerak, chunki bu odam qahramon odam bo'ladi. Bu odam ertaga bizani tarixda qoladigan, yoshlarimizga bir o'rnak bo'ladigan, juda ham bir kuchli bir individuum bo'ladi. Shuning uchun bu ham bir katta baxt, lekin juda ham bir katta mas'uliyat. Shuning uchun bu biz uchun ham juda bir katta mas'uliyat. Va ertaga xudo xolasa shu bizani kosmonavtimizga juda bir katta mas'uliyat bo'ladi. Biz ko'proq mana bu yo'nalishga ishlayapmiz. To'g'ri shu parvoz tashkil etish va ertaga parvozdan keyin bo'lgan etaplarda to'g'ri mana shuni rejasini qilish. Agentlik hozir ko'proq shunga urg'u beryapmiz. Endi ikkinchi masala bo'yicha Samarqand 2028 bo'yicha